2 yoshli qizimni suzishga berdim va bu hayotimdagi eng to'g'ri qarorlardan biri. U bog'chaga bormaydi va men uning kunini shunchaki o'yin bilan emas, balki foydali rivojlantiruvchi mashg'ulotlar bilan to'ldirmoqchiman. Suzish esa bu shunchaki suvda o'ynash emas, bu butun tana uchun rivojlanish. Mushaklarni mustahkamlaydi, to'g'ri qomat shakllantiradi, immunitetni kuchaytiradi. Eng qizig'i, bu miya faoliyatiga ham kuchli ta'sir qiladi. Koordinatsiya, diqqat, reflekslar hammasi bir vaqtda ishlaydi va bolalar suvda o'zini erkin his qilishni o'rganadi. Qo'rquv yo'qoladi, o'rniga ishonch paydo bo'ladi. Bir hafta qatnab qizimda o'zgarishni tez sezdim. U yanada faol, yanada quvnoq, hatto ishtahasi ochilib, uyqusi ham yaxshilandi. Bu markazda menga eng yoqqani, ular 2 oylik chaqaloqlardan boshlab bolalarni qabul qilishadi. Professional trener va reabilitolog ham bor, turli shaxslar bilan ishlashadi. Basseyn esa yil davomida ishlaydi. Suv harorati doim 32 daraja, bolalar uchun ideal. Bu nafaqat bola uchun foyda, balki ona sifatida men uchun ham xotirjamlik. Ishoning, agar sizga ham bu video chiqib qolgan bo'lsa, bu shunchaki tasodif emas. Bu belgi farzandingizni kichkinaligidan rivojga o'rgating. Eng qizig'i, hali oldinda obuna bo'lishni unutmang. Ro'pa rosa 1 oydan keyin natijani ko'rsataman. Suzib ketarmikin qizim?